Lekin do'stlar, navbatdagi avtomobilimiz Lacetti avtomobil bo'lib, buni biz ximchiska va 3 etapli polirovka olib qo'yganmiz. Kelinglar, qilingan ishlarni bitta kuzatib boramiz. Birinchi bo'lib, avtomobilimiz polni ustki qismiga qaratishlaringizni xohlayman. Oynada bo'lganmi yo'q, bitta baho berasizlar. Va ko'pchilik xohlaydigan salon qismini bitta ko'zdan kechirasizlar. Yangi upakovka 2025 Gentra'dan farqi bo'lsa aytasizlar. Patologlarini chinniday qilib berganmiz, alohida e'tibor berasizlar bunga. Hamda asosiy qismi bo'lgan dvigatel motor qismiga bitta qaraysizlar. Palovjini pachka qilib berganmiz. Bironta joyda yog'i yo'q. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Startuningga murojaat qilaverasizlar.